Mana bu asl park o'rtoqlar. Mana katta uchar ot bilan bitta mana bu qizchani qo'yib qo'yibdi haykalini mana. Asl park nomlangan. Kassa bor ekan. Diqqat, kamera bor. Bizga yoshlar kelajagimiz jamg'armasin ekan. Xullas mana park kiriladi. Shu yerdan kirgandan keyin mana hisobxona, mana bu yerda har xil nima turargohlari bor. Mana kapalak qo'yishdi, attraksionlar, fillar, xullas hamma bolalarga o'ynaydigan shart-sharoitlar qilingan. Yangi asl park. Bu yerga mashinalar haydayotgan, hozir odam yo'q uchun yotibdi. Mana bu yerga mototsiklistlar, baykerlar bu yerga uchayotgan, mana bayker. Bu yerga baykerlar uchadi. Bolajonlar yuribdi mana. Baykerlar uchadigan joy ekan bu yer. Mana bu bo'rilar, nupaga deylar. Bular quyon yo'q uchun bular zerikib o'tiribdi. Quyon qochib ketgan. Mana bu mashinalar bo'sh, mana hech kim yo'q, bolajonlar ham yo'q. Chunki havo issiq. Kechga ishlamasa, kunduz ishlamaydi bu park. Hammasi bo'sh yotibdi. Sizlarga Xo'ja Nasriddinni ko'rsataman. Mana Xo'ja Nasriddin sheriklari bilan, bobolar bilan choy ichib, choyxona. Mana bu kichkina Registon. Mana Xo'ja Nasriddin dutorchalik ketib tuyani ustiga. Xullas mana shu park. Bolalar istirohat bog'i. Mana bu kishi bo'rilar. Mana bu kishi quyon bilan mana quyonni qo'lga tushiribdilar, ushlabdilar quyonni. Mana raqsga tushyaptilar ikkovlari. Mana bu Moskvadagi Kreml do'stlarim. Kremlni ko'chirib kelishdi mana bu yerda. Bemalol kelib suratga tushishlaringiz mumkin. Mana non tuz bilan sizga peshvoz oladi. Rus qizlar. Mana shu Moskva Kreml o'rtoqlari. Mana parkdagi yo'llar daraxtlar zo'r o'sgan, soyagina, salqingina. Shu Kremlni to'g'risidan ketiladi qarab mana. Mana bog'. Bu parkimizda 4 dan hozir bir qismini masalan ko'rsatdim. Asosiy park qismi mana shu tomonga. Mana musiqa chiqyapti, bolalar bor bo'lishi mumkin, o'ynayotgan bo'lishi mumkin. Biz endi bu chetrog'idan o'tib ketyapmiz. Chunki yo'l aka sizlarga ozgina tushirib, obzor qilib berdim. Navoiy parki bu. Qarshidagi shu Navoiy parki. Asl park. Asl park. Bu tomon shu Navoiy, bu tomon asl park. Mana bu velomakslar mana qarang. Mana bular arendada ishlaydi. Hammasini mana 4 kishi mana aylanib. Skilly Max, Velomaxlar qaranglar mana. Bular parkda bir tomoniga qo'yilgan. Mana bu yerga bir kanal, anhor, suv oqayotadi mana qaranglar. Bu ajoyib manzara mana. Chiroyli manzara.